Assalomu alaykum Buvijon ustoz kanali muxlislari. O'zbekiston sharoitida bizga ma'lumki, 2-sinfdan boshlab o'zbek maktablarida rus tili darsi kiritiladi. Farzandlarimiz, nevaralarimiz rus tilini o'rgana boshlaydi. Siz muxlislar, tinglovchilar, kuzatuvchilar e'tiboriga Solixa nevaram bilan rus tilini o'rganish maqsadida har doimgi kitoblarimizga o'xshagan kitobdan o'zbek tilida va rus tilida matnlarni bir-biriga bog'lab o'qishga harakat qilamiz. Qani Solixa qizim, kitobimiz qanday nomlanar ekan? Masha va ayiq polvon. Juda yaxshi. Rus tilida? Masha и медведь. Juda yaxshi. Kitobni dastlabki betini ochamiz qizim. Ertakni dastlab o'zbek tilida ifodali o'qishga harakat qilamiz. Qani? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning Masha ismli nabirasi ham bor ekan. Juda yaxshi. Bir kuni Masha dugonalari bilan qo'zi qorin va maymunjon tergani o'rmonga boradigan bo'libdi. Juda yaxshi. Bobojon, buvijon, debdi Masha dugonalarim bilan o'rmonga borib qo'zi qorin terib kelsam maylimi? Mayli, bora qol, lekin dugonalaringdan ayrilmam, yo'qsa adashib qolasan deyishibdi bobo va buvi. Juda yaxshi. Ana shu matnni endi rus tilida ifodalaymiz qizim. Qani boshlaymiz. Жили-были дедушка и бабушка. Была У у них них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы, да по ягоды. Дедушка, бабушка говорит, Машенька, отпустите меня в лесе по подружками. Идя только смотри, это подружек не отставай, отставай. Не заблудишься. Ага. Давай, домик к нам. Отвечаем. Ют дедушка с бабушкой. Juda yaxshi. Ana endi o'zbek tilidagi gaplarni bitta o'qiyman, sen rus tilidagisini o'qiyman, sen esa ham talaffuzga e'tibor berasan, ham o'zbek tilida ta'riflaysan. Kelishdingmi qizim? Ha. Juda yaxshi, boshladik. Жили-были дедушка и бабушка. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, chol bilan kampir bo'lgan ekan. Yaxshi. Была у них внучка Машенька. Ularning Masha ismli nabirasi ham bor ekan. Juda yaxshi. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Bir kuni Masha dugonalari bilan qo'zi qorin va maymunjon tergani o'rmonga boradigan bo'libdi. Juda yaxshi qizim. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. Bobojon, buvijon, debdi Masha dugonalarim bilan o'rmonga borib qo'zi qorin terib kelsam maylimi? Juda yaxshi. Davom etamiz.
Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься, отвечает дедушка с бабушкой. Mayli, bora qol, lekin dugonalaringdan ayrilma, yo'qsa adashib qolasan, deyishibdi bobo va buvi. Juda yaxshi. Keyingi betni ochamiz. Yana xuddi shunday davom etkazamiz. Demak, birinchi rus tilidagi gaplarni o'qiyman, sen esa uni o'zbek tilida talqin qilasan. Kelishdikmi qizim? Qani boshladik. Пришла девочка в лес, стали собрать грибы да ягоды. O'rmonga kelgach, qizlar qo'zi, qori va maymunjon tera boshlashibdi. Juda yaxshi. Ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Masha esa o'rmonda aylanib yurib adashib qolibdi. To'g'ri, yurib adashib qolibdi. Endi davom etamiz. Видит, стоит избушка. U yura o'rmon ichkarisiga bir uycha oldidan chiqib qoldi. Juda yaxshi. Постучила Машенька в дверь, не отвечает. Eshikni taqillatibdi, lekin ichkarida javob bo'lmabdi. Толкнула она дверь и открылась. Masha qarasa, eshik ochiq ekan. Juda yaxshi. Davom etamiz. Вошла Машенька в избушке, села у окна и думает, кто здесь живет. Ichkariga kirgan Masha bu yerdan kim yasharkan deya o'ylab boshladi. Juda yaxshi. В этой избушке жил большой медведь. Kechqurun Yo'q, bu uyda deb boshlaysan. bu uyda katta bir ayiq yashar ekan. Juda yaxshi. Вернулся он вечером и видел Машенька, обрадовался. U kechqurun qaytib kelib Mashani ko'rib qolibdi va juda xursand bo'libdi. Juda yaxshi. Ага, говорит, будешь теперь у меня жить, печку топит, кашу варить, меня кашей кормит. Qanday yaxshi, debdi ayiq. Endi men bilan yashaysan, pechka yoqasan, bo'tqa pishirasan. Juda yaxshi. Ana ko'ryapsizmi? Endi davom etkazamiz. Rasmlar asosida ertakini gapirib yakunlaymiz. Keyin nima bo'libdi bir kuni? Qani Soliha, kitobni varaqlaymiz keyingi betlarini. Demak, hayot mana shunday davom etibdi. Ayiq uni qo'rqitibdi. Agar sen ketib qolsang, men seni baribir topib olaman debdi. Keyin har doimgidek kunlar o'taveribdi. Bir kuni Masha nima pishiribdi? Bo'g'irsoq pishiribdi. Bo'g'irsoq pishiribdi. Bo'g'irsoqni juda ko'p pishiribdi. Va ayiqqa aytibdi. Ularni bobomga va buvimga olib borib ber debdi. Men demak ularni savatga joylashtiraman debdi. Keyin ularni savatga joylashtiribdi-da, keyingi betni ochamiz Soliha. U ayiqni chalg'itish uchun nima debdi? Bo'pti. Tashqariga chiqchi, qara, yomg'ir yog'mayaptimi debdi. Va o'sha savatni bo'g'irsoqlarni tagiga kim kirib olibdi? Mashani o'zi kirib olibdi-dagin. Tayyor holatda, turgan holatda ayiq qaytib kirsa, savat tayyor ekan. Keyin savatni yelkasiga ilib, ayiq yo'lga tushibdi. Demak, Masha yana nima deb tayinlagan ekan? Yo'lda bo'g'irsoqlarni yeb ketma debdi. Men eng baland daraxtga chiqib seni kuzatib turaman debdi.
Shunday qilib ayiq yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi va bir joyga yetganda to'nka ustiga o'tirib, keng bet ochamiz. U bo'g'irsoqlarni yemoqchi bo'libdi. Shunda birdan savatdagi mashinka: "Ey ayiq, bo'g'irsoqlarni buvim bilan bobomga olib bor" degan ovoz kelibdi. Ayiq nima debdi? Voy, haliyam uzoqdan tekshirib o'tiribdi-kanda debdi. Kuzatib ekanda deb yana yo'lida davom etibdi. Va nihoyat chol va kampirning mahallasiga, uyiga borib, keng betni ochamiz. Sumka savatni qo'yib, bobo va buvini chaqiribdi. Shu orada Kuchuk quvlab ketibdi. kuchuklar uni quvlab ketibdi. U qocha boshlabdi, savatni tashlab, o'rmonga qarab qochibdi. Bobo bilan buvi esa keng betni ochamiz. Savatni ochib qarasa, Masha chiqib ketdi. Masha chiqib kelibdi. Nevarasini sog'lom ko'rgan bobo buvi juda xursand bo'libdi. Demak, Mashani tadbirkorligi, uddamronligi bu yerda qo'l kelibdi va buvijoni bobojoni oldiga sog'lom yetib kelibdi. Demak, ertagimiz yaxshilik bilan yakunlandi. Lekin biz bolajonlarga har doim ehtiyot bo'lishni, borgan joylarida pishiq bo'lib, bobo va buvilari kattalar tayinlagandek o'z vaqtiga uyiga qaytib kelishni tavsiya qilamiz. Yaxshi. Demak, mana shunday ertaklarni uyingizdagilar bilan birga o'qib, o'zingiz mustaqil takrorlab borsangiz, rus tilini tushunasiz va osongina o'rganib borasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shunday mashg'ulotlarimizni kuzatishda davom eting. Solihaga ham kattakon rahmat. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta taqdirlashni unutmang. Manfaatli insonlarga ulashing. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Nima deymiz, Soliha? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, ana. Yanagi mashg'ulotlarimizda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling yana bir bor.